Bismillah deb bugun o'g'lim uchun moshina yo'lkasini yasaymiz. Oldinlari doim YouTube'da video ko'rganda faqat shu haqda ko'rar edi. Ya'ni har xil yo'laklardan mashinalar tushib, xuddi ash rangga bo'yalar edi. Hozir anchadan beri telefon bermay qo'ydi, lekin o'g'lim zerikkanligi uchun kunda-kunora yangi mashina beringlar, yangi o'yinchoq olib beringlar deb to'ydiryapti. Rosa o'yladim, nima qilsam ekan deb kecha kun bo'yi o'yladim. Oxiri shuni o'yladim. Yana yangi o'yinchoq olib beray desam, 2 kunga bormasdan zerikib qoladi. Undan ko'ra o'zim qo'l mehnatim bilan tayyorlab bergan. Uyda korobkalar bor edi, shundan uzun korobkani tayyorlab oldim, chunki bizga uzunligi juda hosil qilish uchun rekalarni 20 cm dan qilib 4 ta kesib oldim va pistolet kiley bilan yopishtirib oldim. Ikkinchi korobkani ustidan turgizganimda yotib qolmasligi uchun 4 ta bir xilda ustun kesib oldim. Oldin yaxshilab o'lchab, keyin to'ralasini kesib oldim. Keyin pistolet kileyda tagi qismlarini yonboshlarini qilib yopishtirib oldim. Rosa qiyin bo'lar ekan, chunki pistolet kileyim yo'q edi. Bitta yopishtirib chiqdim. Ayrimlar joylari qotib ham qoldi. To'rtala ustunda ham yopishtirib, qotir bo'lganimdan keyin ustilariga pistolet kileydan yana qilib, keyin ustidagi korobkasini yopishtirdim. Baribir kileyni o'zi yopishtira olmaydi, shuning uchun tilla rangli pistonlardan foydalandim. Tepa qavatiga, ya'ni mashinalar turadigan joyiga bitta korobkani tepa qismini bir tomonini olib, tekis qilib o'lchab kesib oldim. Bu tomonini kirgizishim qiyin. Hamma jarayonlar bitta videoga sig'madi. Agar hozir obuna bo'lmasangiz, keyin yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Natija super. Bismillah deb bugun sizlar bilan boshlab qo'ygan ishimizni davom ettiramiz. Tepa qismini korobkasini yopishdan oldin mustahkamroq chiqsin deb rekadan qoqib oldim. Keyin oralarini tilla pistondan yopishtirib chiqdim. Rekamiz ustiga pistolet kileydan yaxshilab surkab, karton qog'ozimizni kiydirib oldim va uni ham pistonlar bilan yaxshilab qotirib chiqdim. Bugun shu kommentariyaga ko'zim tushdi. Menimcha oralarda bu kabi o'ylaydiganlar yana ham ko'proq topiladi. Meni videolarim odamlarga yana ham manfaatliroq bo'lishi uchun o'tida qilib chiqaraman. Bitta karsa bilan yasalib qoladigan usullardan ham foydalanishi mumkin, lekin nimadir yasab videosini qo'ysam, ularga ham kerakligini bilib, o'zlari yasamoqchi bo'lib, har bitta detalizatsiyasigacha video qilib bering bizga alohida deb yozganlar juda ham ko'p chiqyapti. Ichimizni qolib bitgandan keyin ustini chiroyliroq qilish uchun rangli qog'ozdan foydalandim. Qo'limdan so'rasam pushti rangni tanladi, shuning uchun ham yashil rangni yopishtirdim. Chunki hozirgi bolalar yorqin ranglarga qiziqadi. Bitguncha bolalarim bog'chadan kelib qoldi, keyin oxirgi natijalarni birgalikda davom ettirdik. Ozgina o'ynadik, rosa xursand bo'ldi o'g'lim. Mehnatimga baho berib keting, siz farzandingiz uchun shunday narsa yasab bergan bo'larmidingiz? Agar hozir obuna bo'lmasangiz, keyin yo'qotib qo'yasiz.